Biz hozirda Chortoq tuman o'simliklarni himoya qilish biolaboratoriyasida 3 ta NTMF ko'paytiryapmiz. Oltin ko'z imagasi, trixogramma hamda brakon. Oltin ko'z imagamiz dalaga tuxum shaklida chiqaryapmiz. U o'sha lichinka holatda bo'ladi. Lichinkasi hammaxo'r hasharot hisoblanib, asosan o'sha shira tripslarga qarshi, g'alla, paxtaga qarshi chiqaramiz. Gektariga 1000 donadan chiqaryapmiz. Trixogramma hozirgi kunda ildiz qurtiga gektariga 1 gramdan uning ichida 70 ming dona trixogramma bo'ladi. Gabra brakonimiz hozirgi kunda qayta ko'paytirishda turibdi. U asosan ko'sak qurtiga chiqaramiz. Ko'sak qurtini 3 yosh, 4 yosh avlodini choqadi. Choqqan yerga o'zini avlodini qoldirib, gabra brakon holatda uchib chiqib, o'zidan avlod qoldiradi qayta ko'paytirishda. Tabiiy organik mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun bizning biomahsulotlarimiz juda muhim hisoblanadi.